Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Heno. Va obunachilar, negadir meni qamoqxonada qamab qo'yishdi. Hammanglar aldamay, negadir emas. Men qishloqni o'ldirib qo'ydim va politsiyachiga kim sotib beribdi. Qo'limga tushsa lekin o'ldiraman, lekin men bu qamoqxonadan qochib qolishim kerak. Va meni tort qo'yib ketdi obunachilar. Menga tort qo'yib ketdi obunachilar. Qornim ochsa yeb qo'yaman va bu yerdan qocha olmayman. Sirib ketdim. Qachon chiqasan deb so'rashingiz mumkin. 3 oy yozda chiq, esla. Ishlay? Ha, Ishlamayman? eslaysan. Yo'q, men ishlamayman. Ishlamasam nima qilasan? O'ldiraman. O'ldira olasan meni o'zi? Yo, bo'ldi. Qo'qta ish, bo'xtami? Mana esxona. Mana bo'xtami? Bu yoqda. Yoqda emas. Mana esxona. Bu yerda nima qiladi? Yag'man isming yo'q. Sizni kimgadir o'xshatyapman. Meni kim sotib olganini so'rasam bo'ladimi? Bo'ladi. Meni kim sotib berdi? Kim aytdi men qishloqni o'ldirganim sizga? Ha? Aytmaysizmi? Senga aytishim mumkin emas. Biz qayerdamiz, hay? Biz esxonadamiz. Yo'q, biz qayerda joylashganmiz? Qishloqdan uzoqdami? Ha. O'rmonda. O'rmonda? Aldayapsizmi? Yo'q. Sizga ishonib bo'lmaydi. Mayli, boshqa kun gapirmasdan ish qilamiz. Zerikib o'tirgandan ko'ra yaxshiroq-da. Ish qilish shunday emasmi? Bu yer sizga parkur yo, bu yerda olmas bor ekan. Bu yer sizga parkur mankurmi? Yo'q. Aql yurisiz bo'pti. Shu pastga. Sendan so'ramayman, bu mening esxona. Ishxonangizmi, qamoqxonangizmi? Bu esxona, oq qamoqxona. Qochib turing dedim. O'rganing uchun. Voy, katta o'siz o'ldiryapti-yu. Ikkita o'cham o'lasan. Endi toshlik bilan ko'mir mayli. Bu temir olamiz 3 ta. Ikkita sandiq qo'ysangiz bir bo'lardi-da. Boltingiz bormi? Ha? Yo'q. Ammo bitta vaqtda ismi nima edi? Daraxtlarni qozib bunaqa qilib qo'ying. Qozgandan keyin baribir senga bermayman. Mayli, sandiq qilib qo'ying, sandiq ichiga solaman kerak narsalar. Ichim qisib ketib o'tdi-ya. Ko'p narsalar bilan. Azu hammasini yo'q qilsang kerak. Nima? Demak, qamoqga tushdim hozir? Ha? Ilg'ari chiqarib yo'qdan. Men ammo bloklasam. Yo'q, bo'ldi. Chiqaman o'zim. Ye, olmaslar tegmang. Olmaslar tegmang. O'ldiraman hozir. Bo'ldi. Ammo o'zingiz bosib oling. Masa blok tashlab, naqara. Jonim ketsa qoldi. U bilan ichib bo'lgan bu bilmayman. Olmaslar tegmang. Xo'pmi? Qoching boqdan. Olmaslar tegmang, faqat vurmang, ikkita jonim. Vurmang faqat, jonim ikkita. Bitta men tortib kelay. Olmaslar aniq ichib bo'lgan. Aniq ichib. Chiqar meni. Ha, uzr. Olmaslar chiqish bilsaydi, qochib ketaydi. Chiqish. Jonim uchun. Meni chiqating. Ambulos hammasini qaytarib bering. Sanduq yasamadingizmi? Qani? Temirlik kelkam bering bu hol. Menda yo'q temirlik kelka. Olmasa kelka bering, masa nima qilaman o'zi? Bering. Mana temirlik kelka. Qani? Mana oding.
olmoslik ketga bermaysan, men nimada qilaman hozir? Ketga yeb turing, qaytarib beraman shu ketkani. Yo'q, hozir o'ldiraman. Bering. Yo'q. Bering. Berib turing, qaytarib beraman. Xaliyati. Qani? Qilich bering deganim emas, nima beryapsiz mana? Ana. Rahmat. Joyga tushib qo'ydingiz meni. Oh, diamond. Did you? Darajam 5 bo'ldi. Amlo nima qilasiz? Eslayapman. Omonatlar, budan qochish yo'lini topmasak bo'lmadi. O'zingga baraka. O'zingga bas qilasan. Xo'p, rahmat. Omonatlar, budan qochish yo'lini topmasak bo'lmaydi. Bu ish maslahat qilib. Omonatlar, короче, biz bu yoqdan qochmasak bo'lmadi. Shu men ashirib ketdim. Mana rejalarim bor edi. Men qachon qo'yib yuborasiz? 3 oydan keyinmi? 9 oydan keyin. 3 oy deydi. Yo, omonatlar tasha 9 oy. Kavlamaysiz, amlo. Kavlamoqda. Qochib turing. Rahmat. Men rahmat olsun, amlo. Shuncha yaxshi qildim. To'xtay. Bitta burasi qancha jonli ekan? Ko'p jonlimi? Istagina jon. Endichi? Yarimta. Inga yarimtami? Ya. Yana. 5 naqa zo'rmi bu? Yarimta jon. O'ldiraymi? O'ldiraman o'ldi. Bo'ldi. Ammo hazillashdim-ki. Do'stim qolgan o'zi. O'ldirdim yarimta jon. Nima sen uyda tog'dingmi? Yo'q, to'rga tegma, iltimos amlo. O'zim qornim och. Ishlab. Amlo, yeb qo'ydingizmi? Qanaqa odamsiz? Endi qanday ishlamadimi? Ana qoldingiz. Ko'rsizmi? O'ldiraman. Hozir sabr qiling. Bitta ishlarim bor vaqtda. Yarimta qoldi. O'g'limizlar tez temirlarim pishsaydi. Sabr qilarim menda. Tez temirlar pishsaydi. Qomay to'xtay yedim hammasini. Endi chiqadingmi? Chiqadasan. O'zim sindiraman. Yo, bo'ldi, hozir chiqadaman, sindirmayman. Chiqarmasan. Hozir ipi qo'qa shoshilibsiz, to'yingiz bormi? Qo'yib sindiraman. Kel. Hozir ipi sabr toqatingiz ham bo'ka. Xudo olibdi. Qattasiz? Musul narsalarni chiqarib yotdim men. Hozir men narsalarni eritib yuraman. Ibi nimalar? Ibi tavba qildim, astag'firulloh. Sindirayapman. To'xtab narsalarni eritib yuraman. Mana ishonsiz. Yomon ishonmas ko'rdim ekansiz. Ibi nervizam chatoq. Yo'q edi. Bo'ldi. Sindiramanmi? Ochapman, mana kelyapman. Qochib turing. Amlo, mana qarang, temirlarni, temir debman. Oltilarni eritishga qo'ydim. Men temir kelkes. Manda ishimiz qolmadi. Manda ishimiz qolmadi, amlo, men ketdim. Yo, oqshom bo'ldi, yotish payti bo'xtami bu? Chiqish yo'l emasmi shu? Yo, galim. Amlo, mana boqmasga chiqib chiqish joyi. Mana uyimga kirasan. Kechirasiz. Amlo, men boqib chiqish yo'lini o'ylabman. Men chiqish yo'llarga tegsam bo'ladimi? Amlo, mayli, men javobmi? Yo'q, kel. Men ketyapman. Yo'q, ketmaysan hech qayerga.
Men ketdim. Men ketdim. Chiqish yo'lini topib bering faqat menda qoqdan chiqib ketadilar. Faqat vurmang, bola. Amlo qo'g'a kerak, qo'g'a. Boqami? Qo'g'a ketaymi? Yo'qmi? Qo'g'a ketay. Yo'q, keting yo'qdi, golim bor ekan. Mayli, oqshom tushdi, uxlash kerak. Amlo. Mana uxlashlar, qochib ketamiz. Yo qochishdan avval versak kerak, versak olamiz va tegirli aslahani esa bo'lamiz. Bitta boshga yeb bo'ldi. Faqat bilib qolmasa bo'ldi obunachilar. Hozir mana olmoslik bo'ldi bilan unaqasi bor, sandiqdan olib oldim. Kirib sandiqdan narsa olaman. Ish qilib tegirmasam bo'ldi. Ish qilib obunachilar oldidan olamiz. O'ti sabzi narsalar olamiz. Bo'ldi. O'tib ekan. Bitta divan olib ketamiz. Yo, turib ketdi. Yo, qoch. Qoch, turib ketdi. Yo, obunachilar kelibdi. Mayli, men jang qilaman oxirigacha. Yo, qoch eganim. Obunachilar qochdi. Yaxshi qochdim. Xudoy, amalo deyman, qaytaman. Faqat bitta vurib qaytaman. Bo'laman, vurmay qaytaman. Obunachilar. Yo, bu yoqda kim o'lgan ekan? Vurmang dedim, men sizga olmasa qaytamanmi? Qaytmadi, o'ldiraman. Yo, zombilar kelyapti, amlo o'ldiringlar zombilar. Yo, qochdim. Amlo olmasa yasaqlan olamizlar. Qochdik. Yo. Va bularchilar, men qishloqda bo'lishim kerak. Mayli obunachilar. Obuna va like ayamanglar, chunki biza 1000 ta bo'lish, biza 300 tagina obunachi qoldi, adashmasam. Agar shu videodan 30 ta like kelsa, men obunachilar ikkinchi qismini olaman. Ikkinchi qismda esa meni kim sotib yeganini topib uni o'ldiraman va o'zini qamab qo'yaman. Ikkinchi qismda balki men esa bo'lib uni o'zini qamab qo'yishim mumkin. Bu amlo yo'qdilar mana. Bitta loh ekanlar hamayli. Lekin kim eslatib bordilar-da mana. Hamayli obuna va like ayamanglar obunachilar. Bunaqa video uchun. Yana shunaqa video chiqishini xohlasangiz kanalimga obuna bo'linglar.